Bugun Sirdaryo viloyati rahbari Erkinjon Turdimov Xovos tumanida o'rganish ishlarini olib bordi. Tashrif davomida ijtimoiy soha obyektlari hamda ko'p qavatli uy-joylardagi aholi uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Dastlabki manzil 2-maktabgacha ta'lim tashkiloti bo'ldi. Bu yerda sanitariya va ozodalik ta'minlanmagani, obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari amalga oshirilmagani aniqlandi. Muassasadagi sharoitlar talab darajasiga javob bermasligi, mavjud imkoniyatlardan to'liq foydalanilmagani ham qayd etildi. Mazkur holat bo'yicha mas'ullardan izoh so'raldi va ayrim rahbarlarning lavozimga loyiqligi masalasi ko'rib chiqilishi belgilandi. Shundan so'ng Tinchlik va Do'stlik mahallalaridagi ko'p qavatli uylar ko'zdan kechirildi. Aholi bilan muloqot jarayonida fuqarolarning muammolari tinglandi va ularni bartaraf etish bo'yicha tegishli topshiriqlar berildi. Xovos shaharchasi hokimi, boshqaruv servis kompaniyasi va qator tarmoq korxonalarining faoliyati qoniqarsiz, ayrim mas'ullarning mas'uliyatsizligi esa tanqid qilindi. Yakuniy xulosaga ko'ra, ikkita mahallada joylashgan 8 ta ko'p qavatli uylarning fasad qismlari bazalt qoplamasi bilan ta'mirlanishi, piyodalar yo'lakchalari, avtoturargohlar va bolalar maydonchalari barpo etilishi, shuningdek 6 ta uyning tom qismi to'liq ta'mirlanishi hamda kommunikatsiya tarmoqlari tartibga keltirilishi belgilandi. Belgilangan vazifalar ijrosi bir oydan so'ng joyida o'rganilishi rejalashtirildi.